Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugungi dam olish günimiz ham xudo xolasa boshlab oldik. Bugun dam olish uchun Moyibga chiqyapmiz. Onun uchun bizlar birinchi navbatda shoshlik uchun marhamat etilgan ijon kerak bo'ladi. Shuning uchun shu ijonlarni olmoqqa shu dehqon bozorining orqa tarafidagi shunda ochilgan ekan. Shoshlik yetaman desangizlar, hamma narsa sharoit yaratib beradi ekanlar. Moyibga chiqacak bo'lsangizlar, shoshlik qazonlarmi, mangalsa hammasini bor ekan. Bu yerning manzili bu yerda bozorning orqasida ekan mana. Bozorning orqasida dehqon bozorining mechitning ko'chasi tarafi. Mana o'zi bu yerdan ijon oldik. Bizlari o'tirib taxlab beradi ekan. Bu taraflarni ko'rsangizlar, bu yerda hamma narsa bor ekan. Tovuqmi, kusochnoy, shoshliklar, bu yoqda ijonlarni 85 dan ijonlar. Tayyor ijon, polni shoshlikni bosaverasizlar. Keep it.